O1A viza nima? Xo'sh, O1A vizasi bu o'z sohasida sezilarli yutuqlarga erishgan iste'dodli va talantli shaxslar uchun mo'ljallangan viza turi hisoblanadi. Soha bo'yicha cheklovlar bormi? Yo'q, soha bo'yicha hech qanday cheklovlar yo'q, lekin odatda ushbu viza turiga tadbirkorlar, sportchilar, olimlar va boshqa professional mutaxassislar topshiradi. Bu vizaning afzalliklari qanday? Ushbu viza orqali siz AQShda 3 yil yoki undan-da ko'p muddat davomida yashash, ishlash va sayohat qilish huquqiga ega bo'lasiz, hamda siz ushbu viza turiga o'z kompaniyangizni ochish orqali ham bevosita topshirishingiz mumkin. Ish beruvchi zarurmi? Yo'q, lekin agarda sizda ish beruvchi bo'ladigan bo'lsa, sizning nomingizdan ish beruvchi ham ushbu viza turiga murojaat qilishi mumkin. Green card olish mumkinmi keyinchalik? O1 vizasi sizga to'g'ridan-to'g'ri green cardni olish kafolatini bermaydi, lekin keyinchalik EB1 kategoriyasi orqali green cardni olishingizda bu juda ham yaxshi foydavor bo'lib xizmat qiladi. Ishni nimadan boshlash kerak? Albatta, Isakulov Law Group bilan konsultatsiyadan.